Bismillahirrohmanirrohim. Bugungi mavzu idg'om mavzusi. Ya'ni idg'om so'zining ma'nosi kiritmoq, yutmoq degan ma'noni anglatadi. Bu sukunli nun va tanvin bilan bog'liq bo'lgan mavzu. Tanvinga nimalar kiradi? Tanvinga an, in, un kiradi. Sukunli nun va tanvindan keyin 6 ta harfdan biri kelsa, bular ro, lam, ya, vav, mim, nun. Mana shu 6 ta harfdan biri kelsa, sukunli nun va tanvin keyingi harfga birikib ketadi. Bu yana qaytaramiz. Bular 6 ta harf: ro, lam, ya, vav, mim, nun. Bularni misollarda yana to'liq tushunamiz inshaalloh. Misollari: nundan keyin ya kelsa dedik. Ya'ni 6 ta harfning ichida ya harfi bor edi. Nundan keyin ya kelsa, ay yakbaru, ya'ni nun harfi yaga o'zgarib ketadi va tashdidga o'xshab qoladi. Va bidaron ay yakbaru, bu yerda nunni o'qimaymiz. Keyingisi tanvindan keyin mim kelsa, ya'ni un. Tanvindan keyin mim harfi kelsa, nasibum mimma, bu yerda ham tanvindagi nunni o'qimaymiz. Keyingisi nun harfidan keyin lam kelsa, fa illam, nun harfi bu yerda ham o'qilmaydi. Fa illam yakun lahu deyilmaydi. Bu yerda ham nun harfi lamga o'zgaradi. Yakul lahu. Keyingisi tanvindan keyin vav harfi kelsa, naron va sayaslawna. Keyingisi ayshatir rodiyah. Bu yerda ham tanvin roga o'zgaradi. Ayshatir rodiyah. Keyingisi nun bilan nun kelsa ham idg'omga o'zgaradi. Ya'ni idg'om bo'ladi. Allan najma'a. Yana 6 ta harfni eslaymiz. Ya harfi, mim, lam harfi, vav harfi, ro, nun harfi. Tanvin yoki nundan keyin mana shu 6 ta harfdan biri kelsa, bu nun yoki tanvin keyingi harfga birikib ketadi. Vallohu ta'ala a'la va a'lam.